3-4 oy oldin esingizda bo'lsa, Malinachi Shohruh akamiz kelgan Samarqandni Jonboydan video chiqargandim. Tesla olgan edilar. Bugun mana keldi, BMW ni ko'rdi. Teslani hozir bizga berishyapti qaytib. Biz uni hisob-kitob qilib, men bu BMW ni 8 oyga kelishilgan holda olib chiqib ketyaptilar. Shohruh aka, assalomu alaykum, bratanchigim. Xo'jasin. Obunachimiz uchun qandoqsiz darajada bunaqa yetdingiz aka niyatingizga? Avvalambor assalomu alaykum obunachilarga. Xudoyimga behisob shukr. Teslani bilasiz 3 oy oldin olgan edik. Dogovor bo'yicha almashtirib ketish ham bor edi. Ukamiz qiziqib, otamizga niyat qilgan edik. Bilsangiz o'shanda ham almashtirib Prado qilamiz degan edik. Yo'q, sal bu yoqib qoldi. Endi Prado bunga qo'shimcha olamiz. Qo'shimcha olamiz, nasib bo'lsa. U ham bo'ladi, u dogovorga ham kiradi, xudo xolasa. Shunga nasib bo'lsa otamizga buni podarka sifatida Teslani mindik. Tesla ham zo'r mashina. Aytgancha, mana Tesla haqida yurish masofasi, tortishlari, keyingi klient oladi buni. Nima ощущениyangiz yetasiz? Men Tesla haqida beradigan ma'lumotim bo'ladigan bo'lsa, Tesla juda bir emotsionniy, bir boshqacha bir motivatsiya beradigan mashina ekan. Endi baribir bu BMW, u Tesla. Yurish masofachi? Yurish masofasi 450 dan 500 gacha yurib beradi. O'zini aytilgan razmerlarda yursa, o'sha aytilgan kilometrda yurib beryapti aka. 450 kilometrga 100% garantiyasi bor. Obunachimiz uchun qachon 100 kilo malina tarqatasiz? Aka, xudo xolasa 20 kundan keyin kelishimiz kerak. Dogovor bo'yicha o'sha 20 kundan keyinga o'sha 100 kiloni obunachilaringiz uchun 100 kilo malinani sizlarga tarqatiladi. O'shanda reklama qilamiz bu bolaga. Bo'ldi akajon, gap yo'q. Rahmat. Bizdan rozimisiz? Biz rozimiz. Kelingizlar, sizlar uchun ham hal qilib beradi. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham hal qilib beramiz.